Hürmetli vatandaşım, endikilik şeyimizi başlayımız. Tayvan'da Prezident Sayın Hanım, Kompartiya armiyasının hareketiga qattiq diqqat qilish, muvofiq vaqtda zaruriy harakat qo'llanish lozim deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 12-28 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Jungo'nun Tayvanni aylanib uchgan harbiy harakatlariga qarta Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen xonim Tayvan harbiy tarafning Kompartiya armiyasining harakatiga qattiq diqqat qilishini, muvofiq vaqtda zaruriy harakat qo'llanishini talab qildi. Jungo taraf bundaq ko'rsatdi. Jungo harbiy tarafning harbiy harakati odatdagi ta'lim, tarbiya, mashq harakatidir. Asta ko'nib qolasizlar. Demak, Jungo taraf masxara qilyapti. 12-28 kuni Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen Tayvan harbiy tarafining faoliyatlarini ko'zdan ko'chirgan bir paytda Jungo taraf harbiy paraxodlari va harbiy aeroplanlarining yaqindan biri arqadan Tayvanni aylanib uchganligi to'g'risida nutq e'lon qildi. Prezident Tsai Ing-wen bunday ko'rsatdi. Yaqindan beri Jungo taraf Sharqiy Osiyo rayonida arqadan harbiy harakat elib berib, bu rayonning muqimligi va bexatarligiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatdi. Bizning davlatimiz Tayvan bu rayonning bexatarligi va muqimligiga tuhfa qo'shgan davlatdir. Shunga Tayvan davlat armiyasi Kompartiya armiyasining harakatiga diqqat qilishi, muvofiq vaqtda zarur tadbir qo'llanib, davlatning bexatarligi va rayonning muqimligi va tinchligini kapolat qilish lozim. Bundan biron Tayvan davlat mudofaa ministrligi haftaning 2 kuni e'lon qilgan davlat mudofaa dokladida Jungo harbiy tarafning o'tgan yilning yarimidan boshlab uzun masofa oraliqida mashq qilgan vaqt qatim soni, harbiy aeroplanning shakli va uchish yo'linishi to'g'risida tafsiliy xotira e'lon qildi. Xabarda bunday ko'rsatildi. Jungo Tayvan komitetining bayonotchisi muxbirlar yig'inida biz mashq qilyapmiz. Ko'pchilik ko'nib qolasizlar. Masxara qilyapti-ku. Endiki bir xabar. Tayvanda Gomindani qutqizib qolg'ili bo'landi. Mavzuli xabar 12-25 kuni Banvit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tunigun hokimiyat başında Kompartiya hokimiyatdan qoldi. Hozir Gomindani qutqizib qolg'ili bo'landi. Chunki bu partiya hozir Tayvanda yo'qolyapti, biz hurmatli vatandosh. Gomindaning raisi bu dunyo 12-23 kuni faoliyatga qatnashganda top ichida bir kishi tinch yo'l bilan birlik kelish deb shior to'ladi. Bu dunyo bu shior qarta mundaq dedi. Hozir birlik keltirish prinsipi yetilmadi. Qachon tinch yo'l bilan birlik keltiramiz? Mundaq javobdan siz qandaq tuyg'uga keldingiz? Bir jumla bilan aytsak, Gomindan tushkunlashib shu darajaga keldiki, hech qandaq bir roli yo'q partiyaga aylanib qoldi. Amaliyot yerlik saylamda Xonshijo bir ayol kishi Jungo bilan birlik keltiramiz, tinchlik kelishim imzolaymiz deb birlik kelishning ma'nosini ko'rsatgan bo'lsa-mu, natija shu bo'ldiki, Mayingjo o'zini Juli Yuan qatorliq Gomindaning azimatlarini Gomindaning peshqadamlari urab tushiribdi. Kayni-kayndan urab tushiribdi. Natijada Xonshijo mo saylamda mag'lub bo'ldi. Gomindan mag'lub bo'lgandan keyin Xonshijo partiyaga rais bo'ldi. Ehtiyotchan titrab turgan Xonshijo birlik keltirishni qo'lladi. Oxiri bu mo elib tashlandi. Gomindanga Hudunyi rais bo'ldi. Hudunyi mohiyatda Tayvan mustaqilligi tarafdori edi. O'zi Gomindanchilik Tayvan mustaqilligi tarafdori edi. Agar Mayingjo'ni hozirgi holatda saqlaydigan yoshirin mustaqilchi desak, Hudunyi yerim oshkora, yerim yepiq mustaqilchi edi. Hudunyi asosiy jihatdan Tayvan mustaqilchilari ko'shlarini qo'llaydi. Mushundaq bir odam Gomindanga boshliq bo'lsa, Gomindani qutqizib qolg'ili bo'lamdi, deydi xabar yozuvchi. Buning hissiyoti ham
Gomindağ'a mail eken çıktı. Mayıncı hakimiyet beşiği kelgendi Sayyenven rehberligi de Demokratiya Taraqqiyat Partisi mayıncı ne perişan halkı düşürüp koydu. Alboki Sayyenven hakimiyet beşiği kelgendi iken Gomindağ'ı besim işlet. Gomindağ'ın isabat numarını tonlattı. Hatta maaş mı tarqıtalmaydıgan ahvalga düşürüp koydu Gomindağ Partisi'ne. O dünya bir qatam o Sayyenvenni avar kılıp bakmadı. Muşundaq bir adamның neme keregi var. Onun üstüge bu dünya müstakil tursa, deydi haber yazmış. Şunun için hiç nemege arzimaydigan Gomindağ iqtidarisiz. O dünya reis kılgan bolsa mı, kutqaz kılıp olmaydigan bir halga keldi. Kiler qatımlıq saylandı Gomindağ'ның Demokratiya Taraqqiyat Partisi'nin yeni oladigan puristi qalmadı. Kelgisi de belki Tayvan'da yanıla Sayyenven'nin partisi Demokratiya Taraqqiyat Partisi Tayvan'da davamlıq hukuk yürgüzdiğen bir ahvallı şekilde var.